Rus kazaklarining aytishicha, G'ayratxo'ja, bitta turkman yigiti, ya'ni tekiniz. Tasavvur qiling, bitta turkman yigiti 5 ta bemalol bizning 5 ta kazakka teng kela oladi. Bu nihoyatda jangovar. Bu men qoyil qoldim. U kazaklar Fransiya o'sha hatto Fransiya Napoleon imperiyasini tormor qilganda u kazaklar. Ya'ni Napoleon kazaklarga qoyil qolgan. Lekin kazaklar aytganki, Napoleon 20 mingta kazagim bo'lganda dunyoni olardim degan. Lekin kazak buni aytayaptiki, bizni bitta kazakka 5 ta kazagimizga bitta turkman tekinist teng kela oladi. Albatta, mana shunday xalq. Men yana bitta joyda o'qidim. Ingliz keyinchalik inglizlar nimada to'qnashadi-da, Kushkada ingliz afg'on qo'shini Rossiya qo'shini bilan to'qnashgan paytda endi ruslar tarafiga baribir og'diriladi-da, turkman qabilalari. Boshqa iloji qolmagan. Shunda inglizlar aytgan ekanki, yaxshi ham afg'onlar bu tekinlarda emas ekan, turkmanlarda emas ekan. Hatto eng jangovar afg'on ham bularga teng kela olmaydi degan. O'sha turkmanlarga. Shunday bo'lganda biz ularni bo'ysundira olmasdik degan ma'noda. Qanday dahshat, qanday kuchli xalq bo'lgan.